Qashqa Yanshalik Sichivin Changdodagi Miraljan Mensho. Qanday ahvoling turdoshlar? Yana shu Birishkaning yaqin azizani yurtim Qashqa diyoriga yenib kelib, yana Sichivin Changdod qaytish oldida turibman. Yana shu Qashqaning o'ziga shu tok mashina haydayotgan shofir ustamni ko'z tutgan asosda shu Koychong, Menchong, Chongdanzandan birini qurib qo'ydim. Ertadan boshlab 2 kun haqsiz tokcha olib olasizlar. Ama Chongdanzanning o'rnini deb birman. 2 kun haqsiz tokcha olib, ama Chongdanzanning o'rnini bilolib kessang bo'ldi. Endi men Qashqa tavasida, men Chongdanzan ozgan, ama shuni ko'z tutgan asosda, ama shu toklik mashinasi haydayotgan turdoshlariga qiyinchilikni hal qilishni o'ylagan asosda, o'zimning azroq kirim yaratishni o'ylagan asosda, shu Chongdanzan qilib qo'ydik. Asasen bu Chongdanzan ish chiqib ketdi. Mayan tarafda Koychongdan 5 va Mayan tarafga Menchongdan 10 ni qorashtiramiz. Hozircha ham men 5 ta jizni qorashtirib turdik. Mana bayachini nimaga qo'yib etdik. Bu yerga hamda qilib baqqan bola bilasizlar. 5-6 singa pul ketib qoldi. Shu toklik mashinasi va turdoshlar. Bundan keyin bizniki ham shu Chongdanzan kelib mashinani tokcha olib qaytishingni chin ko'nglimdan tavsiya qilaman. Böyle Chongdanzanni qaylaganda toknikka qilyotsanmi, basmi muvofiq, bek foydani o'ylashib ketmadik asosi. Amma mashina o'rnimi azobi. Bizningki ham bu Chongdanzanningki o'rnini emaslik deb biray. Mana shu darvozani chizsam balki mana Chongdanzan shu. Va Beyxo yechib, Beyxo archiniki qarish tarafidagi Baxt Yulduz kabobxonasini bilasizlar ko'pincha var ya, müzikisi var aynan. Ama yani kabobxona var. Navoiyistondan var. Mashhur nutxonlarim var. Mashinani shudurdigan yam var. Qo'laylik. Mashinaga tokcha olg'ini kelgach, mashinani shudurib olgach, qo'shiqni ichib qolsa, tamoq yeb olgach, kessang bo'ldi. Qo'llab bergan turdoshlarga rahmat. Bunda bo'lsa, ertadan boshlab 2 kun bizning Chongdanzan kelib toklik mashinalar va taksi haydayotgan shofir ustamlar, shu to'r taksisi haydayotgan shofir ustamlar, oila mashinasi haydayotgan shofir ustamlar davomli bir shaklda tokcha olib ketishinglarni, 2 kun haqsiz tokcha olib ketishinglarni chin ko'nglimdan tavsiya qilaman. Qo'llab berganlarga rahmat.